Sektor aus meiner Familie. Der gibt es immer. Bir choyni choy zakaz qildilar. Ko'p hammaga yetadi, hammamizga yetadi, bemalol. Bugun Hazil ekanmi tug'ilgan kunlari edi va shunga birgalikda oilaviy chiqqan edik. Sizni ham olib qo'yaymi? Voy jonim. Video qilyaptilar. Hozir ozgina zakazlarim kelganda va umuman qabul qiladigan vitaminlarim haqida ham gapirib o'tmoqchiman. Orasida esa yana tezgina mana bu parvarish uchun zakazimni ham ko'rsataman. Har doimgidek bu уже bilmayman 10-bankani, наверное, Riddle Shot har doim zakaz qilib qo'yaman, zapas qilib, chunki bittasi tugasa, ketdan ikkinchisini olib tez ishlatish uchun bu haqida уже gapirgandim. 345 krem, doktor Altaya juda ham zo'r krem ekan. Bu menda ikkinchi tubik daro aytaman. Va bu esa hali ishlatmagandim. Essence PDR asosidagi VT Cosmeticsdan. Menimcha bu mahsulotlar hammaga taniqli, shuning uchun ko'p gapirib o'tirmayman. Xo'sh, ayni damda emas, o'sha где-то 7 oy bo'ldi adashmasam, 7 oy davomida непрерывно to'xtatmasdan nima qabul qilyapman? Keratin, bu ter uchun juda ham muhim va umuman ko'z ko'rish uchun для зрения juda ham katta narsa. Bu yerda yana astaxantin antioksidanti bor, ishqilib karotinoid. Ashwagandha для успокоения, kortizol tushirish uchun, tinch uxlash uchun, magniy har doim qabul qilaman. Ko'pdan beri ko'rib kelsanglar, har doim magniy haqida gapiraman va magniy menda maxsus formalarda va faqat mana ayni damda emas, уже где-то bilmayman necha yil bo'ldi, aynan mana shu brenddan topdim, kerakli menga. Formalarni bu Sunday Natural, Germaniyada ishlaydiganlar bemalol onlayn zakaz qilsa bo'ladi. Bu Germaniyada ishlab chiqariladigan brend. Oddiy vitamin C poрошок sifatida, chunki kollagenni kofega qo'shib ichganimdan keyin vitamin C bo'lishi shart. Но vitamin C ni qaynoq kofega qo'shish mumkin emas, shuning uchun просто suvga qo'shaveraman дополнительно ish qilib vitamin C уже suvimda bo'ladi. Mana bu mahsulot haqida gapirmoqchiman. Bu mioinositol bor, просто inositol bor. Bu esa aynan formasi mioinositol. Ayollarga juda ham muhim bo'lgan mahsulot deyman. Agar shirinlikka o'ch bo'lsangiz, birinchi o'rinda уже magniyni qabul qilish kerak, chunki magniy ham kakaoda juda ham ko'p sodержанияsi bor. Shuning uchun agar shirinlikka o'chligingiz bor bo'lsa, birinchi magniyni ishlatib ko'ring, qabul qilib ko'ring, keyin уже sekin mioinositolga ham o'tsa bo'ladi. Umuman именно siklni восстанавливать qiladigan mahsulot, eng muhimi estrogenni ishlatadi. Estrogen gormoni bizga juda ham kerak. All in one a day degan nafaqat vitaminni, bu mikroelementlar, ya'ni shpurn elementi, minerallar, antioksidantlar va har xil o'simliklarni ekstraktlari bor. Ko'rib turganingizdek, spiski juda ham katta va bitta daro aytaman, agar bunaqa narsalarni qabul qilsanglar, o'ylamanglar, полностью menda hamma narsa восполняться qilyapti deb daro aytaman, chunki bitta kapsulaga shuncha narsani tiqqanda, ishoning, dozasini siz kerakli me'yorda uni qabul qila olmaysiz. Ya'ni baribir qayerdadir nimadir yetmay qoladi, причем uni mana bu 90 ta kapsula, buni 90 kun emas, hali yana ikkinchi bankasini zakaz qilaman. 180 kunda может быть o'sha такой minimalniy emas, но normasiga yetkazib olarman shu hamma mikroelementlarni, vitaminlarni, вообще antioksidantlarni. 30+ bo'lganingizdan keyin ko'proq внутреннее состояниеga ahamiyat berish kerak ekan va albatta sog'liqqa ham. Shuning uchun niyat qilaman, kimgadir bu foydali bo'ldi. Bu yili qishmasan, qish bo'lyapti azizlarim. Haqiqatdan mana qor yog'yapti. Men o'sha garajga o'tib keldim. O'tin olib kelish kerak edi va hozir o'zi qizlarni olib kelgandan keyin ozgina chiqib qorbob o'ynaymiz, o'xshasa va balkim hattoki qorbob o'ynaymiz. Men esa o'sha hozir umuman chiqib ketyotgandim. Sizlarga bir narsani ko'rsatmoqchiman. Birdaniga meni nimagadir mana shuna momentlar bo'lib qoladi. Menda ochki kerak dedimda va bir nechta para ochki zakaz qildim. Birinchisi mana bunaqa. Taqib ko'rsataman.
Примерно вот так вот. Bilmayman, mani yuz tuzilishimga menimcha bunaqa forma unaqa yaxshi to'g'ri kelmayapti deb o'ylayman. Keyingi parasi mana bu, мне кажется, bu уже более или менее, ayniqsa yozda juda komfortni bo'lsa kerak. Eng ko'p qiziqqanim, bu hammasini onlayn tanlagandim, mana endi bugun primer qilib ko'ryapman, ish qilib. Menimcha mana bu тоже yomon emas. Shunga ham sal qiziqqanman va oxirgi mana panel juda ham qiziqqandim. No, da, menimcha bunaqa узкий formadagi ochkilar menga yarashmaydi, hatto yozda nimagadir ko'proq yozda shu ochkini tasavvur qilyapman ko'ylaklar bilan. Juda ham qiziqarli o'tiradimi deb o'ylagandim. Наверное, qani sizlar ham yozib yuboringlar. Stoit buni qoldirish yoki yo'qmi? Endi esa ikkilanib qoldim. To'g'risini aytsam, hozir ochayotganimda aniq buni qoldiraman deb aytdim. Hozir esa ozgina taqqanimdan keyin 1-2 marta yana yaxshilab oynaga qaraganimdan keyin sizlar bilan birga endi to'g'risini aytsam, bunga ham ikkilanmayman. Hech qaysi biri menga yarashmadi. Bilmadim, yana bir marta taqib o'ylab ko'raman. Sizlar esa kommentariyada yozib yuboringlar. Qaysi biri yaxshiroq to'g'ri keldi, qaysi biri umuman to'g'ri kelmadi. Men esa hozir borib, qizlarni olib kelishim kerak. Issiqqina kiyinib, tezgina qizlarni olib kelish kerak bu havoda uyga. Endi kamin yonib yotibdi va hozir endi 3 ni kutaman. O'zimga chiqib ketdim. Magazin yopilishiga 1 soat qolganda biz birdaniga erim bilan ideya keldi va ikkiga tez kelib bir ikkita narsalarni olib ketyapmiz. Siz nari tarafdan aytaroq qoling adasi? Yarim soat qolgan xotiniki. Yarim soat qoldimi? Hozir tez to'lab chiqib ketamiz. Keyin buni mashinaga qanaqa tushirib, keyin qop qorong'ida mashinaga rostdan qanaqa загрузка qilsak ekan deb o'ylab o'tiramiz endi. Endi bir amallaymiz. Nimadir qilamiz. Qaysi kassasi ochiq endi? Biz bitta emas ekanmiz, adasi. Bizdan ham oldindan qarang. Odamlar oilaviy. Ularda ikkita aravasi, bizda ku bitta. Bizda bitta, lekin ikkita aravasini to'lsiz. Точно ularniki unaqa ekan. Qo'lab. Biz videoning kassada o'zimiz oformlash qilib to'lab spalnyani tualetni stoligimni razbor qildim va bilmayman nima qiliq bu. Menga o'zimga to'g'risi yoqmaydi, lekin nimagadir hamma ishlatib bo'lgan mahsulotlarimni darrov tashlab yubormayman-da, idishlarni undan saqlab o'tiraman. Undan oldin men betgacha to'la kartonli idishlarida hozirgina Instagramga qo'ydim. Men yoqqa kaminga yoqib tashlab yoqib yubordim. Bulardan bilasizlarmi? Shunchaki hozir tashlab yuboraman, shunchaki aytmoqchimanki, eng yaxshi ko'rgan mahsulotlarimni ko'rsataman. Marine May tkaniviy maskalari shunaqa ham zo'rki, ayniqsa men bu Hautunya asosidagi просто shikarni. Shunaqa yaxshi ko'rib ishlatdim. Teramid. Yevropada yashaydigan qizlar ahamiyat beringlar. Ulardan yana retsinoli bor. Ayni damda yangi bankalarni olib qo'yganman va teramid retsinolni sevib ishlataman va hattoki hozir ayni damda parvarishimda retsinol bor. Ya'ni aytmoqchimanki, постоянно основада oralatib buni ko'p ishlataman. Shunaqa zo'r mahsulotki sevib ishlataman. Va вот это не доказательство, что вот эти микронидлинг demoqchi bo'lman, mikroiголки Riddle Shot mana ikkitasi tugab bo'lgan, shunaqa ham zo'r effekt beradiki, shunaqa ham zo'r qiladiki teringizni, что mana ikkalovini ishlatib bo'lganman. Bittasi hozir pro zapas turibdi, bittasi stoligimda turibdi. O'shalarning orasidan eng yaxshisini aytaman. Men bu umuman вообще tushunmadim bu mahsulotni. Va yana qaysi bir narsani sevgan edim. Bo'ldi. Serum. Soch uchun serum. Просто классный. Koreyskiy brend. Bu haqida Instagramda video chiqargan edim. Просто shikarniy mahsulot. И yana teramid. Bu vitamin C juda ham zo'r mahsulot. Ularda katta bir aksiya bo'layotgan edi. XXL razmerdagi mahsulotlarni sotayotganda faqat onlayn, afsuski. Shuning uchun Yevropada yashaydigan qizlar buni bemalol onlayn xarid qilish mumkin. Boshqa davlatdagilar bilmayman. Afsuski, bu ispanskiy brend, o'zining laboratoriyasi bor, teramid va shu Nisha Beauty Lab deb nomlanadi bu sayt. Ishqilib bularni juda ham yaxshi ko'rib ishlataman. Mahsulotlarni просто shikarniy mahsulotlar. Aytgandek, mana bu maska Centella Skin 1004 brend koreyskiy. Agar qora nuqtalaringiz bo'lsa, aynan qora nuqtalar, porani sujat qamalishga emas, aynan qora nuqtalaringiz bo'lsa, haftada 2 marta
постоянно ishlatsangiz haqiqatdan rezultatni ko'rasiz. Очень хорошая маска, такая глиняная маска edi. Juda ham yaxshi ko'rib ishlatdim buni ham. Так что agar sizda ham burningizda qanaqadir qora nuqtalar paydo bo'lsa, ayniqsa yozda, bu asosan именно yozda ishlatgandim va tugatgandim. Tez загрязняться qiladi ter, shuning uchun tavsiya etaman. Ha, boshqa gapirib o'tirmayman. Qolgan mahsulotlar ham тоже okey, yaxshi edi, но video uzun bo'lib ketmasligi uchun endi esa bular hammasini razbor qilib, stikloni stikloga tashlayman, plastikka tashlayveraman. Biz esa bugun Gulchehra opamlarga keldik. Hasan akam bilan ularga hozir kameralarni ustanovka qilib beryaptilar. Va menimcha men bu xabarni aytmagandim va ko'pdan beri o'zi YouTube'ga chiqmay qo'ygandim va aytmoqchimanki, prosta hozir Gulchehra opamga bizani shaharga ko'chishdi. Endi bizdan 10 minutlik yo'l uzoqlikda yashashadi. 4 oy bo'libdi ko'chib kelishganiga. Ish qilib endi esa oldin 35 minutlik yo'l edi. Boshqa shaharga borar edik. Ularnikiga endi esa bukvalno 5-10 minutlik yo'l. Uzoq bilan agar svetoforlar bilan borsak, shunda men ishlaydigan joyimni rayonida yashashadi endi. Так что yanada yaqin biza Gulchehra opam bilan bundan biza juda ham, конечно, xursandmiz. Endi imkoniyat bo'yicha ko'proq ular bilan ko'rishib turamiz. Endi esa borib qarashaveraman. Boshqa nimalar qilyapti. Barcha disklar Android. Ishqilib hozir kameralarni ustanovka qilishyapti va Apple aktivatsiya qilishmoqda. O'shanga sal nimadir to'g'ri kelmayapti. Aldan beri boshqatirib o'tirishibdi. Mana bu qizcha esa birinchi marta hayotda novvat choy ichib ko'rdilar. Men bu novvatni ko'rib qoldilar-da. Endi novvat choy ichamiz peyladan. Ko'shni jonim. Lekami? Mushishi. Bemalol ko'rib o'tirsa bo'ladi. Nima bo'layotganini orqa dvorikda yoki kiraverishda yoki boshqa joyda ish qiladi. Keyingi kun do'stlar, ko'rishyapmiz. Imkoniyat borligida va bizning yonimizda bitta kichkina shaharda yana bitta istochnikni topganmiz. Zo'rlabadga ish qilib termalniy istochniklarga keldik. Biz harakat qilamiz ko'p shunaqa suvlarga borib azdaravlab qilishga. Shuning uchun kecha kameralarni ustanovka qildik. Endi bugun esa qaysi kamera tushib ketdi? Voy! Qaysi kamera tushib ketdi? Voy! Kechagina kamera ustanovka qilyapdik. Yo'q, biz haliga. Kim deydi? Ko'rdim. Bor qara. Bor qara. Tent qo'yibdi. Yo'da bayram bo'lgan ekan. Da, qanday tentlar qo'yib qo'ygan ekan. Da, domik jonim. Скорее всего. Как обычно, bu yerda dars syomka qilish mumkin emas. Shuning uchun bundoq qoldiramiz. Hammaga salom. Biz esa bugun Queen konsertiga keldik. Mana bu inson o'zi o'lib ketgan. Ya'ni Mercury modati. Mercury edi, solist edi. Uni shogird edi. Da, hozir endi buni shogirdi, uni ashulalarni aytadi. 20-letniy давностida, kamida 20 yillik mana bu taniqli ashulalari bor-ku. We Will Rock You ni masalan hamma bilsa kerak, ish qilib qiziqarli bo'lib ketadi. We will rock you. We will rock you. Hammaga salom, kechki salom deymizlarim. Bizda bugun shanba va men hozir tiramisuni qilishni tugatdim практически. Надеюсь, пропитается. Креманы густой qilib qo'yibman. По-моему, mascarpone ham ko'payib ketdi. Men hech narsa qilmaydi. No, ish qilib, bizda shanba, soat kechki уже 10 bo'lyapti va bilasizlarmi?
просто bir ikkita o'zimni bir ikkita emas bitta shu misl emas o'zimni fikrimni deyman to'g'riroq bo'lsa kerak o'zbek tilida tushunolsam fikrimni ozgina sizlar bilan gap etib bo'lishmoqchiman. Oldin shu narsani как-то qadriga yetmagan ekanman desam bo'ladimi? Chunki qanaqadir shoshib yashaganmanmi bilmayman. Ishqilibchi nima haqida gapirmoqchiman? Gap shundaki, Shakira kichkinaliklarida yoki Shirin hali yana kichkina edilar, chunki Shirin kichkinaligida ham Shakira ham hali bog'chada edilar. Keyin o'sha maktabga borganlar. Ishqilib oldinlari vaqtim ko'p bo'lgan ekan va har xil storieslar, videolar qilishga ham kuchim va energiyam bo'lgan ekan. Bu bilan nima demoqchiman? Oxirgi paytda men shu oxirgi yarim yil desam ham to'g'ri bo'lsa kerak. Kechqurun uxlashdan yotganda albatta lentalarni kimga obuna bo'lgan bo'lsam, Instagramda ham ko'p bo'lmayman oxirgi payt. Lekin shu oxirgi shu yarim yilda shu tanishlarimiz storieslarini ko'rib havas qilib yopib qo'yaman. Havas nimaga qilaman? Havas qilamanki, shu ularda vaqti bor. Oddiy qandir xafa qilish niyat anaqasi bilan gapirmayman, tseli bilan, lekin aytmoqchimanki, oddiy просто stories. Podiyez bilan chiqdim, manikyurga bordim, bolamni olib keldim, mana o'tiribmiz. Просто bunaqa dnevnoy oddiy kun o'tgan masalan storieslar bo'ladi-yu, shunaqalarni qo'yishadi. Va o'shani kun bo'yi syomka qilib, qanday storieslari ko'p bo'lsa, shunaqalarni ko'rib havas qiladigan bo'lib qolganman. Chunki azizlarim bizni aytishdi, menda просто катастрофический vaqtim yetmayapti, kuchim ham yetmay qoladigan bo'lib qoldim oxirgi payt nimaga. Hatto men juda ham Instagramda, YouTube'da ko'p paydo bo'lishga xohlayman. No, катастрофический этого yetmayapti. Borgan sari yilma-yil sarin nimagadir yanada vaqtim kamayib ketyapti. Bilmayman, balkim nafaqat mendadir, ko'plardadir shunaqa ощущение, или haqiqatan shunaqadir. Lekin aytmoqchimanki, oldin o'ylardimki, bolalarim kichkinaligida vaqtim kamroq, ko'p narsaga vaqtim yetmayapti deb o'ylardim. Lekin hozir shuni tushunyapmanki, farzandlarim katta bo'lganga yarasha, meni vaqtim yanada kamroq bo'lyapti nimagadir ham. Oldin o'ylardim, sal katta bo'lsa, maktabga kirib olsalar, boshlab olsalar, starший klasslar bo'lsa, sal samoстоятельно bo'ladi, и как бы больше времени bo'ladi desam, как-то все равно ko'proq vaqt bo'lmayapti nimagadir ham. Shuning uchun aytmoqchimanki, oxirgi payt shunaqa oddiy storieslarni qo'ygan insonlarga havasim keladigan bo'lib qolgan. Ularni demak haqiqatan shuncha vaqti bor, baribir shunga vaqt ajratib, energiyasini ajratib shu storieslarni qo'yishga. Hatto aytsa stories 24 soat turadi va yo'q bo'lib ketadi, hech kim buni eslamaydi. Stories какие-то stories. Bir tomondan это трата времени deb o'ylardim men o'zim bir paytlar, lekin hozir bu shaxsan meni hayotimda, bu личный meni anaqamda это какой-то шикарный, хорошо, это какая-то шикарная возможность bo'lib hozir oxirgi payt ko'rinyapti menga. Chunki u menga elementarno, просто vaqtim va kuchim ham yetmaydigan bo'lib qolyapti. Ha va даже mana bugun oddiy shanba kunlari выходные deymanda o'ylayman, dam olaman, uxlab olaman, uni qilaman, buni qilaman. Уже bir nechta planlar и baribir uxlab olaman deganimda ham maksimum soat 8 gacha uxlashim mumkin. Chunki agar kechroq tursam, уже kunim o'tib ketadi va ko'p narsani ulgurmayman. Dushanbadan jumagacha esa уже понятно, что ish bor. Ishga borib kelganimdan keyin baribir kun bo'yi у меня уже он как-то расписан. Men удивляюсь, как так получается, но baribir kunim уже по плану turibdi-da. Butun kun sumatoshno o'tadi. Aytganimdek, men o'yladimki, qizimlar kattalar bo'lsalar. Да, jonim, как обычно. O'yladimki, kattaroq bo'lsalar, vaqtim sal ko'proq bo'ladi desam, naоборот, как-то старший klass bo'lganlar bilan naоборот, как-то sportlari bor, rусский языклari bor дополнительныйda. Keyin maktabdan tashqari с подружками qaqadir borali ularni olib kelish kerak, olib kelib qo'yish kerak. Иди сама, там не хочу deydilar. Ish qilib, я не жалуюсь. Просто aytmoqchimanki, как-то bo'shroq bo'lsam kerak, bo'shasam kerak desam, нет, наоборот, farzandingiz katta bo'lgan sari yana ko'proq farzandlaringizga vaqt ajratar ekansiz va vaqtlaringiz kichkina bo'lsa, haqiqatan надо, оказывается, наслаждаться максимально и kutish kerak emas ekan. Katta bo'lsin bolam, ertaga uni qilaman, katta bo'lsa uni qilaman. Нет, оказывается, надо здесь и сейчас действовать. Поэтому agar
kimdir oranglarda hamma shunaqa aktivno, как минимум storieslarni olib borsanglar, дальше olib boringlar, не сдавайтесь, потому что это шикарно. Sizda shunga vaqtingiz bor va energiyangiz bor, это классно. Chunki men shunaqa odamlarga havas bilan qaraydigan bo'lib qolganman. Qanchalik katta privilegiyalar bor shunaqa narsalarga vaqtinglarni ketkazishga. Ha, ishqilib hozir men tezligiga shunga gapirib olay dedim, chunki dальше hozir yana bir ikkita ishlarni qilib keyin уже uxlashga yotish kerak, yana darslarimni o'qishim kerak. У меня экзамен скоро на носу. No ничего. Hammasini qilamiz, to'g'rimi? Chunki bilasizmi, 30 yoshdan keyin qanday tezlaringiz yanada ko'payar ekan va shaxsan menda смогу ли я это, qani qo'limdan kelarmikan, qani shuni qilib ko'ray, qani shuni boshlab ko'ray deydigan, по крайней man shunaqa inson bo'lib qoldim, bilmayman. Oldin unaqa emas edim. Menga bu kerak emas dedim, lekin u как-то 30 dan o'tgandan keyin, уже 30 plus bo'lgandan keyin u меня как-то цели и взгляды в этом плане o'zimni как-то больше испытывать anaqa какой-то интерес появился menda. Qani shuni qila olarkanman, qo'limdan kelarmikan deb mana shunaqa har xil narsalarni qiladigan bo'lib qolganman. Balkim shunga ham meni vaqtim qolmayotgandir, bilmayman. Balki o'z-o'zimga shunaqa narsalarni yaratsam kerak. Но aytmoqchimanki, даже если элементарно активно YouTube'da video olib bora oladigan vaqtingiz bo'lsa, storieslar qo'ysangiz, наслаждайтесь тоже этим. Chunki o'zim bir xillarida ananda o'tirganimda o'zimni ваши воспоминания, arxivim bir bola deb Instagramda chiqdi, ko'rdim-da va unda hali Shakira ham juda kichkina bo'lgan ekanlar. И такие прекрасные воспоминания ko'rib, voy dedim. И bir tomondan aytdimki, yaxshi ham shunda aktivno olib borgan ekanman. Сейчас уже хотя бы Shakirani o'zlariga ko'rsatib buni как бы посмотри, какая ты была, deb o'zlari maza qilib ko'rdilar. Shuning uchun это было просто классно, приятно. Поэтому o'shandan keyin o'yladimki, hozir покажи нам. Baribir men uchun shu hali kichkinalar va tezroq ko'proq syomkalar qilib qo'yishim kerak ekan, как-никак bir qanday onlayn albom bo'lib qolar ekan bu narsa. Shuning uchun короче, это katta imkoniyat, ana umuman bu narsaga уже vaqtim bo'lmay qoldi va bir tomondan afsuslanaman, bir tomondan aytamanki, mayli, hayot shunaqa. Значит, надо другому стремиться. Qadamda shaxsan men aytamanki, o'zim uchun juda ko'proq foydali narsalarga vaqtimni ketkazyapman oldindan ko'ra. Chunki oldin baribir ham stories snimat qilsam ham vaqt ketardi, energiya ketardi. Ну и что? Vaqtim ketdi, ну, yoshim ham ketdi-da. Поэтому bilmadim. Ishqilib shunaqa gaplar aslan. И поэтому har bir daqiqa bilan naslаждаться. Shu daqiqada sizlar bilan bu vlogni tugataman. Niyat qilaman, meni vlogim sizlarga qiziqarli bo'ldi va foydali bo'ldi. Sizlar bilan Komila maqsudiy bo'ldi va keyingi videolarda Xudo xolisa ko'rishguncha